Oğlum köksünde bir salam. Yolunda çırak, öldüm kaderden, kaderden. Bu yaş gecim sendeki mihirden. Şu mihrim bilen tillada dastan. Bu yaş gecim sendeki mihirden. Şu mihrim bilen tillada dastan. Assalam kaderdanlar. Sizler bo'lg'ach güzel bu dünya. Assalam mehribonlar. İstersen küçük sizler Türkiye. Aziz ata-ona, farzand uchun berib duo. Tiniş aman yolumuz ravan buldu her kaçan. Her zaman. Aziz ata-ona, farzand uchun berib duo. Tiniş aman yolumuz ravan buldu her kaçan. Her zaman. Assalam kaderdanlar. Baskanız yıllardı ünsün gölgeye. Assalam mehribonlar. Mehrimlerin olsun dünya. Mehrimlerin olsun dünya. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Assalomu alaykum Tala Yulduz programmamiz qatnashayotgan aziz tomoshabin do'stlar. Ulug' adib Balzak mundaq degan. Talant aqliy iqtidorning alohida ifodasi. Agar ulug' iqtidor bo'lmasa, ulug' aqlning yoki ulug' talantning hech qanday ahamiyati yo'q. Shundaq, har qanday natijani qo'lga keltirish uchun chuqur tirishchanlik ketadi, iroda ketadi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, Tala Yulduz programmamizda ishonch kamerada ching bog'lab, mana bizning beygimizga tushadigan moyirlar uchun sakna hozirlandi. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydonda Sizlarga Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, bu son programmamiz 2013 yillik Oğuzxon Talay Lo'ng'isini talish musobaqasining 2-maydoni. Bu son programmamiz qatnashgan mahirlarimiz bo'lsa, bizning 2013 yildagi qatlam programmalarimizni o'tganlardan chapa mushaqqat holda otlab chiqqan o'tgan bizning qaltis mahirlarimiz hisoblanadi. Bundan bo'lsa bu son programmamiz qatnashgan mahirlarimiz kimlardir? Amisa ekranimizga marhamat. Qani Birinchi qatim aylansin 3 2 1 to'xtab. Yosh riyosatchi Ramila Husan qarshi olamiz. İkinci qatim aylansin 3 2 1 to'xtab. Maliya iqtisod universitetining o'quvchisi Umid Tursun qarshi olamiz. Üçüncü qatim aylansin 3 2 1 to'xtab. qarshi olamiz. Qarshi olamiz. To'rtinchi qatim aylansin 3 2 1 to'xtab. Bor qarshi olamiz. Qani 4 nafar mahirimiz sahnimizga marhamat. Kamila bizning hammamiz yoqtirib ko'rayotgan yangi nava programmasining riyosatchi sifatida qatnashdi. Balkim hozirgi hissiyati
o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Ben bilmiyorum şuna ciddi ilişki borman. Hem de televizyon hizmetinde şokullattığımız hemimiz. Yığınlama programımızda hem valla intayin yaxşı görürsüler. Muş soğana cevap verirler. Ben bugün tamaşabilar cevap veremsem nimdep kalar dedim. Ben medet berdiğinizler. Verimiz go. Ha, rahmet. Muş şu programı riyasetçilik kılıp bunçilik ciddi iş bakmagan. Yıllık çempiyon talaştırasız. Metalcik bardı. O'zingizga ishning Ramila. Buldu rahmet. Rahmet medette geysler. Rahmat. Ümit Tursun'un nurgun maharetlerini ko'rgan. Bugun qachon sehrgarlik bor. Ay seyirgerlik mavuşçumuz yok etmeden size. Ben yok ab ketdim uni. Mükaffatlar birlikte de koyular kamağa. Sal turib Ümitning qaltis sergarlik mahoratlarini ko'ramiz. Zulbxar bizning suv usti baxchisida suratga ilingan mushu 4 son programmamizning eng oxirgi son programmasi oylik chempion bo'lib tanlangan. Hozir jiddiylashyapsiz zalning ichiga kirgandan keyin. Jiddiyleşmedim desem yalan gap oldu. Hem jiddiyleşmem de. Onun için o sakin işçilikisiga tunji qitim qatnashsam. Lekin bütün kuchimni chiqarma. Tomoshabinlar qo'llab bersa, chavak chap bersa, bizim xo'sh bo'lsak, javob bersak erkin ozoda bu musobaqani oxirlashtirsak degan umidim bor. 12 oylik programmamizda 12 oylik chempion chiqdi. 12 oylik chempionimiz bilan do'stlardek bo'lib ketdik. Do'st bo'lish jarayonida ularning mijoz xarakterini mu egallab bo'ldik. Yinimdagi Go'zal Nur bo'lsa, doktor. Mush 12 nafar mayirimizning ichidagi eng eg'ir besiq, eng kam so'z mayir. Lekin oz gap qilgani bilan to'g'ri javob berish nisbati intayin yuqori. Bugun yana mushu oz gap qilib to'g'ri javob beramsiz yoki jiqroq gap qilib Xato javob beramsiz. Az gap qilib amalda qutulishga tirishman. Qutulishga tirishman. Mana yana ozlam gap qildi. Tirishiman, qutaman. Bo'ldi. Yaraysiz. Ekran aldırıcı qadrli ko'rmanlar, bizning 2013-yili 6-oydagi oylik chempionimiz Malayziyaga o'qishga chiqib ketish sababidan bizning bugungi yillik chempionlikni talashish musobaqamizga kelamay qoldi. Muxbilning ko'rmanlarimizga, tomoshabinlarimizga sungan yurak so'zlar bor ekan. Assalomu alaykum ko'rman do'stlar. Men Tala Yulduz programmasi 309-sonning oylik chempioni Muxbiljon Qurbon bo'laman. Yil oxiri jadalga o'rlab o'qish sababidan yillik maylarni talash musobaqasiga qatnashish mumkin bo'lmay qoldi. Mushkul usullar qilib, qolgan 12 mayning yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni chin qalbimdan umid qilaman. Albatta, biz Muxbilning Malayziyadagi o'qishining g'albilik tugishini umid qilamiz. Rahmat Muxbil. Albatta, sizlarga o'zining go'zal tilaklarini ifodalab turishinglar mayirlar. Xo'sh, mana birinchi bosqichimiz boshlash oldi turyapti. Savollarni bechatdan chiqardik. 4 mayirimiz diqqat. Men savolni o'qib bo'lgandan keyin ondan javob beradigan mahirni belgilayman. Tushunishli bo'ldimi? O'tinglarga omad tilayman. Birinchi savol. Diqqat. Kirora qadimiy shahar xarobasini bayquvchi A. Sevinidin, B. O'rdak, C. Avril Stein. Umid Tursun. C javob. C javob, ya'ni Avril Stein. Shundaqmi? Shundoq. Buning to'g'ri javobi Avril Stein emas, o'rdak. Dayzo millatining. Oldingizga bir qadam. Uchinchi savol, diqqat. Tuxum pishirganda tuxumni avval sovuq suvga silib, azroq turg'izgandan keyin, ondan issiq suvga silib pishirganda A. Tuxum tez pishadi. B. Tuxum yerilib ketmaydi. C. Tuxum tatliq pishadi. Zulbxar. B javob tuxum yerilib ketmaydi. Tuxum yerilib ketmaydi. Shundoq. To'g'ri. To'g'ri? Shu. Savol. Ko'k mashribi A. Qumul, pichan, turpan qatorliq sharq shimol uyg'urlari orasida davomlashib kelgan. B. Qashqar, Xotan, Atush taraflarda davomlashib kelgan. C. Kucha, Aqsu, Ko'rli taraflarda davomlashib kelgan. Ramila. A cevap. Kumul, Pican, Turpan. Qumul, pichan, turpan qatorliq sharq shimol uyg'urlari orasida davomlashib kelgan. Shundaqmi? To'g'ri. Aldingiz bir qadam. Savol. Diqqat. Chot. Jangizni turaver. O'ylagandim. Diqqat. Tövendikilerden qaysi xil qon tipidagi kishilarning yuqumli kasalliklarga qarshi turish iqtidori bir qadar kuchlik. A. A tiplik. B. B tiplik. C. AB tiplik. D. O tiplik. Ramila. O tıplık Miki. O tiplik Miki.
O tipliq Mickey deganingiz to'g'ri chiqib qoldi. Oldingizga bir qadam. Savol, diqqat. Bir tal hasal harisi bir kunda eng ko'p bo'lganda 0.15 gram hasal yig'alaydi. Undaqda mushinchilik hasal yig'ish uchun qanchalik gul shirnisi sumirish kerak? A. 2000 tal. B. 3000 tal. C. 5000 tal. Ümit Tursun. Bunu seri qilib chiqa olmaydi. Bir gulning ustida qancha kala hamdi? Tishi chiqib ko'rpaqimizmi berib? 5, 4, 3. C. C javob. C javob. Shu C javob. Diqqat, telegraf sohasidagi 1000 chaqirimlik ko'z deb atalgani bo'lsa, A. Ovozliq uchur kasbi. B. Kelgan telefon nomerini ko'rsatib berish kasbi. C. Tor orqali telefon haqqi topshirish kasbi. Güzelmi? İkincisi. İkincisi, kelgan telefonni ko'rsatib berish kasbi. To'g'ri. Xo'sh, mana birinchi bosqichimiz oxirlash oldi turibdi. Güzel Nur bilan Ramila bizning keyingi bosqichimizga davomli qatnashish salohiyatiga erishdi. Yıllık Oğuzhan Talelonqus'un tanışış programımızın ikinci meydanı. Birinci sol, ekran var hemen. Yoldaş mayor, ayollarning gapini qilmagan tug'u. Bizni da'vatamsiz. Ish murakkablashdi. Burunqi er askarlar puhralarning uyida tarqilib turadi. Telefon. Rat. Leyda. Sol diqqat qiling. Boya ko'rinishga bek diqqat qildingiz shunaqqa. Ya'ni bu filmda bosh personaj Starshinaning talabi bo'yicha rahbarlik 171-nomerlik bekatni va ambarni saqlash uchun bir qism askarlarni, ya'ni mush qizlarni mush bekat turishliq kentga avatdi. Undaqda mush bekatga tunji qitim kelgan askar qizlarning soni qancha? A 16, B 17, C 18, D 19. Endi butunlaylam talay tayinlagan gapda. A ko'rinishda bir munch qizlar bor, shu qizlarni sandingizmi, sanmadingizmi? Ya, sanamaptim ha. Nimaga diqqat qildingiz? A, burtiga diqqat qilmasin. 18 miki deyman. 18. Almashtirsam bo'lamdi ya. Axir javobingizni anglang. 17. Buningki to'g'ri javob. Shu tunji bergan javobingiz to'g'ri emasmi? 18. Xato qoldi. 17 degan javobni tanlab qoldingiz. Endi ikkinchi savolingizga diqqat qiling, yana bir qitimliq fursat bor. Sulqar ekranga marhamat. Bu savolingiz muzika anglab turib javob beradigan savolga, ya'ni yuqorida anglag'ingiz qaysi muzika? A. Tashvay, B. Mening ravabim, C. Ravab qo'shig'i. Qaysi javob to'g'ri? Sulqar? Ravab qo'shig'i. Jazmlashtiramsiz? 5, 4, 3, Jazmlashtirma. 2, 1. Buningki to'g'ri javob Tashvay. Endi navbat Umid keldi. Umid, birinchi savol. Ekran marhamat. O'ngga to'g'rilan. Alga qara. Javob Zen Topchilar batalyoni 5-rota 3-divizionning 1-2 o'tirilishida degan javobga. Shuning bilan turavering mush joyingizda. Endi ikkinchi savolingizga diqqat qiling. Ekraningizga marhamat. Ya'ni muqamdan ariya berildi. Qaysi muqam ekanligini aytib bersiz. ABC yok mu? Yok. 5, 4, 3, 2, 1. 12 muqamdan. Rahmat, ish qilib. Javob bular, mushinchilik bular. Tala yulduzi tarixidagi eng yaxshi javobdan birisiga erishdim. Pek murakkab ismlardi-yu, isim qolmabdi.
Undaq bo'lsa, javob beramiz, shundaqmi? Shundoq. Buningdagi to'g'ri javob bo'lsa, Zulfiqor siz bilamsiz? Ya bilmayman. Agar javob bera olgansam rasmiy qo'shib chiqib ekanman. Chunki biz hozir yosh bolalar muqam olmaymiz emas modda chiqdi. Shunga biz javob beramiz deb qo'shildim. Mayli bu savolga javob beraylik, mayli eng muhimi buning javobi emas, balki 12 muqamni anglashqa da'vat qilganimizning o'zi eng yaxshi, shundaqmi? Buningki to'g'ri javob bo'lsa, bayat muqamidan Ariya. Endi hozir Zulfiqor bilan Umid tanglashib qoldi. Ikkala savolga javob beramidi? Ikkalasi bir savol orqali keyingi bosqichga kimdan kirishi belgilandi. Savol: hozirgi zamon chavandozlik tanarkat turi eng dastlab qaysi davlatda borliq kelgan? A. Jungoda, B. Fransiyada, C. Angliyada. Javoblarni ko'ray. Zulfiqor C'ni tanladi, Umid B'ni tanladi. Angliyani tanladingiz, C. Fransiya. Buningdagi to'g'ri javob Angliya. Biz ham mayuslanmadim. Bugungi mushaklarning mushu yillik mush qadam bisib kelganining o'zimi men xil rozi bo'ldim. Sergarlik nomeringizni endi ko'rsatib bular, endi tushib ketdim deb ko'rsatmamdingiz. Yo'q. O'nchiqim ko'rsatishim kerak. Undaq bo'lsa, ko'ramdik. Tövanda sergarlik ko'ringlar. Ha, yaxshi. Bu bir teri. Tugumlardan etib qo'ysam, endi og'zimda mahkamlab qo'ysam bu bir quti bo'ldi. Quta. Qutning ichida ishtim yo'q. Endi ko'ringlar. Qutning ichida. Voy. Mana qapmay ish bersangiz. Mana ichini bir ko'rsataylik. Quruq shundami? Quruq ke. Ishning eng vahshiysi kelgan bo'ldi endi. Vah. Buni biz ishiga savtimiz. Savtdik. Tugilib ketmasin deyman-ku. Ha, ichida liq ichimlik bor. Liq suv. To'g'ri. Mana. Abayman dedim-ku sizga. Yoshlarimizni ko'ngliga insof bersin-jimi? 1-2-3 deyman, chavakni bir ma'u qilaman, shunday qilaman, yo'qolib ketdi. Ha. Putulga yo'qolib ketamda? Shundoq. Do'y bu. Shundoq ishi qarmay turinglar. 1-2-3 yo'qolib ketdi. Eng tasmiyada akilish. 1-2-3 qaytib keldi. Voy, mag'na va. Eshitmini ko'rsatmay turib yo'qolib ketdi. Keldi. 5 yosh bolami qila oladi unchilikni. Endi kayfiyatni ko'tarish uchun chaqchaq qildi. Endi rasmiysini ko'ramiz, ha? Jig'layapman, ha. 1-2-3 Uy! Suylam qoldi. Yo'qolib suylam qoldi. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shundaqla naq maydondagi aziz tomoshabinlar, mana amdiki bosqichimizda hech nima yo'q mukofot qo'yimiz o'qiymiz. Ya'ni Mavri Brown Hamburg Bolktes tamoqxonasi ta'minlagan mukofotlar. Erishaldingizmi? Mavri Brown Hamburg Bolktes tamoqxonasining ichiga kiriblar, Hamburg Bolklarning har qanday bir turini yeysingizlar, mukofotga erishalaysiz. Ras? Xo'sh, unda qo'ysa 2013-yil 6-oyning 1-kunidan 12-oyning 30-kunigacha Mavri Brownning 50 yuan bilan Malayziyaga safar faoliyati yo'l qo'yilgan. Bu sonimizda 3-chi, 2-chi, 1-chi darajadagi mukofotlarni eshitib solamiz. Oldingi 2 qatimliq 50 yuan xashlab bilan Malayziyaga safar faoliyatiningki kimlar bo'lganligini surat orqali ko'rishib boqamizmi? Marhamat. Oldingi 2 qatimliq Malayziyaga safar faoliyatiga chiqqanlar. Xo'sh. Yana bir oylik. Mana Malayziyaga chiqdi, rasm chiqdi. Ekranimizda turibdi mana. Bugun ochadiganimiz 3-daraja, 2-daraja, 1-daraja. 3-darajalik mukofotningki musobaqa velosipedi. 2-darajalik mukofotningki alma 5 telefoni. 1-darajalik mukofotimiz yana burunqiga o'xshashlar Malayziyaga 50 yuan xarjlab 5 kunlik sayohatga chiqa olasiz. Unda qolsa, oldi bilan 3-darajalik mukofotni tanlab chiqaylik. Ekranimizda iste'molchilarimizning telefon nomerlari aylansin. Faqat bir nafar. 3 2 1 90
155-99 kayinidagi to'yxonasi 3260 muborak bo'lsin. Hamdi ikkinchi darajalik mukofotga erishishlarni tanlaymiz. Aylanson 3 2 1 90 135-79 kayinidagi to'yxonasi 4119 muborak bo'lsin talalik iste'molchimiz. Alma 5 telefon ketdi. Xo'sh, hamdi 50 yuan xashlabla Malayziyaga safar faoliyati kimga nisb bo'la? Qaysi iste'molchimizga nisb bo'la? 50 yuanga Malayziyaga 5 kun, kunligiga 10 ko'ydan to'xtabdi. Yo'q, nima degan azan sayohat bu? Ona bo'lsa, hammamiz o'zimizning ta'limini sinab boqaylik. Telefon nomerlar aylansin. 3 2 1 90 130-70 kayinidagi to'yxonasi 2561 muborak bo'lsin talalik iste'molchimiz. Mana 3-daraja, 2-daraja, 1-daraja iste'molchilarimiz mukofotga erishgan iste'molchilarimizning telefon nomerlari ekranimizda turibdi. Hamdi ularning mukofotga erishishdagi hissiyotini anglab boqaylik. Aldı bilan 3-darajalik mukofotga erishganlarni. Velosiped. 3-darajalik mukofotga erishgan iste'molchimiz ha. 3 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Arman şirketidan. Nima shirkati? Mavribron Hamburg Bolka tez tamoqxonasi ta'minlagan bir dona velosipedga erishdingiz. Mukofot bo'yimi bekadan beka qilib sizga sovg'a qilamiz. Mushqatannikiga borsak bo'ladida? Bo'ladi. Mavribron Hamburg Bolka tez tamoqxonasidagi xodimlar patiqini sizdan aloqa qilishiblar. Mana bu velosipedni uyingizga yetkazib berdi. Bo'lamda? Velosiped o'rniga bir mashina qilinglar, bo'lamda? Hozir razı olmadı. Ma'qul bo'ladi dedi. Xo'sh, endi 2-darajalik mukofotga erishgan iste'molchimiz. Alma 5 telefon var. Assalomu alaykum. Siz bilan paranglashayotgan Ta'la Yulduzi programmasining riyosatchisi Qaysar Habibullah. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sizga Mavribron Hamburg Bolka tez tamoqxonasi olma 5 telefonni sovg'a qildi. Doim Mavribronga kirib, bolkalarni yemdingiz. Ha, yedim. Yegan. Endi yeginingiz bo'lganligi uchun sizga olma 5 telefonni sovg'a qilib berdi, davomli yesin deb. Ha. Ta'laylik iste'molchiga bog'landingiz. Xo'sh bo'ldingizmi? Ha. Ya, men berib o'tam sizga. Ma'qul, xo'sh. Mukofot qo'yimiz qat yaqinda Mavribron Hamburg Bolka tez tamoqxonasidagi xizmatchi xodimlar qo'lingizga yetkazib bersin. Bo'lamda? Tamam. Voy, ma'qul degan qo'shildi. Ma'qul, xo'sh. Raqibim oldida egilmaydi bosh. Va alaykum assalom. Siz bilan paranglashayotgan Ta'la Yulduzi programmasining riyosatchisi Qaysar Habibullah. Sizga mundaq bir yaxshi mukofot chiqdi. 50 ko'y xashlab Mavribron Hamburg Bolka tez tamoqxonasida tamoq yeganmi? Ha, yegan. Balli, o'sha 50 yuanga Malayziyaga 5 kunlik sayohatga chiqa olaysiz. Oldim. Ma'qul. Mavribron Hamburg Bolka tez tamoqxonasidagi xodimlar pat yaqinda siz bilan aloqa qilishib, mana shu 5 kunlik Malayziyaga safar faoliyatingizni o'rlashtirib bersin. Bo'lamda? Bo'pti. Naq maydondagi aziz tomoshabinlar, shundaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, hamda programmamizga sirtdan qatnashgan ta'laylik ko'rmanlarimizdan birini tanlab chiqib, mukofot qo'yib sovg'a qilamiz. Sirtdan qatnashgan ta'laylik ko'rmanlarimizning telefon nomerlari aylanson 3 2 1 90 136-49 kayinidagi to'yxonasi 6892. Xotan qadimiy Chinar yezigilik fan texnika ichish shirkati ta'minlagan shubihidan xoli qadimiy Chinar zarangizni meydin bir bak. Uningdan sirt Xinjiang O'snigul savdo cheklanish shirkati ta'minlagan 268 yuan qimmatidagi O'snigul yurishlik grim buyumlari bilan mukofotlanadi ekansiz. Muborak bo'lsin ta'laylik ko'rmanimiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganlar
Şinjan Ösnügül Soğudu Çekili Şirketi alaydı qo'llagan 2013 yılı Oğuzhan Talay Longs'un tanışış musabaqasının ikkinchi maydoni. 3 nafar mayirimiz bizning tez savol so'rash bosqichimizga qadam qo'ydi. Bu bosqich sizlarga shunchalik aniq, tushunishlik. Shundaqku bu bosqichda men savolni intayin tez so'rayman, javobni intayin tez olmay, azroq vaqt o'tib ketsa, inovatsiz degan gap. Oldi bilan ig'ir bisiq, kam so'z Güzelnur doktordan başlayımız. Başlayma. Elsir Navoiyning lirik she'riyat ijodiyatiga vakillik qilgan eng nodir asari Xazainul Ma'animu yoki Atabatul Haqayiq. Ha? Voy o'tib ketdi, xata. Ya'ni Xazainul Ma'ani Atabatul Haqayiq Ahmad Yuknakining asari zibzinatlarning faqraqligini saqlashda zibzinat qutisiga azroq sopun tashlab qo'yish yaxshimi yoki azroq bormi tez javob bering. Oldingiz menga yaxshi to'g'ri. Umr bo'yi xutinamay tana o'tgan umrining oxirida ko'z ko'rmas bo'lib qolgan olim Eynshteynmi yoki Nyutonmi tez javob bering. Newton. To'g'ri oldingiz menga. İki sual doğru cevap berildiniz. Zulfar Qınarak. Voy güzellik navbatdingizku. Tayyorlik qilib qo'y. Neymiş ha? Tayoq yeb qolamanmi? Bir urib uchiratma ko'zingni. Başlab bulamdı. Bo'ldi. Başladım. Qan temperaturasi tuvan hayvonlar, sovuqqonli hayvonlar turiga kirdi. Shundaqmi tez javob bering. Xata kirmaydi. Maktab marsi angdasam Jungoda barliq kelganmi, Yaponiyadami yoki Angliyadami tez javob bering. Xata Yaponiyada. Suzishni bilmaydigan kishi o'lik dengizga tushsa suv yuzida laylab qo'yadi yoki cho'kib ketadi. Laylab qoldi. Ha, yaxshi oldingiz menga. Bir savol to'g'ri javob berildingiz. Ramilar. Başlandı. Balit usulidagi balit so'zi İtalyan tilimi yoki fransuz tilimi tez javob bering. Ha, to'g'ri, Fransiya. Ha, ol to'g'ri. Qushlarning sezgi a'zolari ichida eng birinchi kindan sezimi, prosezimi yoki ko'rish sezimi tez javob bering. Xata, prosezimi. Desini boshda Shanghaymi, Yaponiyadami yoki Amerikada. Ha, yaxshi oldingiz menga. Shuning bilan bu bosqichdan keyin Ramilar bilan Güzelnur doktor bizning Oğuzhan Talay Longs'imizni tanışış bosqichimizga qadam qo'ydi. Muborak bo'lsin qani. Har sayotga chiqolmay qolgan bo'ldingizda. Mayli hamda sayat. Hamda men uni maqsad qilib kelmagan, hamda o'zimni universal sinab boqay bilimlarim deb. Hozir esqisam jiqroq kitob ko'rsam o'g'dak, jiqroq bilim egalsam o'g'dak. Ham sayotga chiqolmagan bilan sizga yana bir fursat beray. U bo'lsa-mu, bugun programmamizda bir naqsh etish fursati. Bo'ldi, rahmat. Naqshinizning ismi? Kelgin. Birlikda olaylik qani. Baxtlikdan his qilamsan o'zingni. Ochqiningda tongda bir jup ko'zingni. Men kirmasam tushunga yar bo'lmasam qishimda yolg'iz kecha sig'inganda sen meni. Men kirmasam tushunga yar bo'lmasam qishimda yolg'iz kecha sig'inganda sen meni. Baxtlikda his qilamsan o'zingni. O'tdi yana qor yog'magan qishlarim. Derizamda qoldi tanhom umrim. O'tdi yana qor yog'magan qishlarim. Derizamda qoldi tanhom umrim.
yo'l savdo cheklanish şirketi alayda qo'llagan 2013-yillik Oğuzxan Talaylo'nqisini tanlash musobaqasining 2-chi maydoni eng halqiliq bosqichga qadam qo'ydik. 2-chi maydonimizning eng halqiliq bosqichi, ya'ni Oğuzxan Talaylo'nqisini tanlash bosqichi. Güzel Nur bilan Ramila ikkisining hozir qadam soni o'pma o'xshash. Ya'ni ikkinglar sayohatga yaqinlashdinglar degan gap. Bu bosqichda savollarimiz bor. Ya'ni savollarimiz rang orqali belgilangan savollar. Oq, qora, qizil, seriq. Rangni o'zinglar tanlaysizlar. Javobinglar to'g'ri bo'lsa, o'zinglar oldinglar bir qadam mangsa, javobinglar xato bo'lib qolsa, qarshi taraf oldiga Bir qadam mangdi. Kim tanlaydi? Qaysinglar tanlaysizlar? Ikkinglar o'zinglar bekitinglar. Kimning tanlashini? Men tanlayman, sizmi? Siz tanlaysiz. Kamila. Oq kiyim kiyyapti emasmi? Oq. Diqqat. Darra o'yini do'lan o'yinlarining biri. Bu kishilarning zerakligini sinaydigan va chiniqtiradigan o'yin. Undaqda darra nimadan tayyorlanadi? Tanlash yo'q. Tanlash yo'q. Tanlash yo'q. Darra degan balbaqdek narsani chigib chiqib keyin ashnamlar urib o'ynaydi-ku. Rahmoy, raxta. Market shuncha chiroyli qilib turadi. Jilishganda. Isbotlab beraman. Ishqilib, shu darra nimadan tayyorlanadi? Rahbag'bal. Din. Asosiy jihatdan to'g'ri bo'ldi. Men bir to'liqlab o'tay. Darra raxt balbig'idan ishib tayyorlanadi. Raxt balbig'idan ishib tayyorlanadi. Oldingizga bir qadam mengara. Güzel Nur. Seriq. 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 Güzel Nur doktor, kimlik numarangiz esingizda bormi? Kimlik numarangiz esingizda bor, shundaqmi? Unda bo'lsa, kimlik numarangizda X harfi bormi, yo'qmi? Meniki yo'q. Yo'q. Lekin ba'zilarning kimlik numarida X harfi bor. Siznikida bormi X harfi? Yo'q. Meningida yo'q. Lekin nurg'unlagan kishilarning kimlik numarida X harfi bor. Kimlik numarida nima uchun X harfi bo'ladi? X harfi. Ya'ni X numar bo'ladi. 11 son vakillik. 11 vakil bilan. Masalan, nimishqa? Ba'zilarnikida bor, ba'zilarnikida yo'q. Shu masalan 9 ning orqada 10 degan son kelg'aqda 10 degan son bo'lmag'achqa shu 10 degan X bilan ifodalanadi qudayman. Ya'ni agar ma'lum kishining kimligining oxirida numeri 0 dan 9 gacha bo'lsa, X harfi X numeri ishlatilmaydi. Agar oxirgi numeri 10 bo'lsa, X harfi 10 ning o'rnini oladi. Chunki 10 oxirgi numar bo'lib qolsa, shu kishining kimlik numeri 19 xona bo'lib qoldi-da, 19 xonalik numar davlat o'lchimiga xilof hamda kompyuter ishlatish sistemasi 19 xonalik kimlik numarini e'tirof qilmaydi. X bo'lsa Rim raqamida 10 ni bildirdi. Doktorlar odatda mushu Yaqut dadamninki asta X-chi. Shuni burun bir anglag'an shunday bilag'an demak. Turmush savodlaridan mushu, ha? Dadingiz ko'z oldingizga kelib, yig'lig'ingiz keldi. Dadamiz Qashqardachi, shuni chaqlam keldi deyman. Yana ko'raman bo'ldim asannechi, shuni bir xil ko'z oldim kelib chiqib keldi. Dadingizga salom, dadingizga rahmat, dadingizning kimlik numeriga rahmat. To'g'ri bo'ldi, oldingizga bir qadam. Bir qadam. Kelinglar, bara-bara yiqilishyapsizlar. Mayli kim chempion bo'lsa, hammanglar bek suyimlik. Xo'sh, Ramila. Qora. Qara. Qutatqubilikda vazirning o'g'li o'gdilmish nemining simvoli sifatida o'ttirg'i qo'yilgan? A. Qonun tuzum. B. Aql farosat. C. Sabr toqat. D. Baxt saodat. Aql farosat. O'gdilmish. Aql farosat. Shundaqmi? Qutatqubilikda vazirning o'g'li o'gdilmishning nemining simvoli sifatida o'ttirg'i qo'yilganligi dal aql farosat. Oldingizga bir qadam. Shu qizil. Oxirgi qizil. Qizil rangli ko'ylak kiyibsiz. Uyg'ur xalqi uzoq tarixiy jarayonda turk yezig'i, ya'ni Urxun Yansa yezig'i, qadimgi Uyg'ur yezig'i, Arab yezig'i, Chag'atay yezig'i, Arab elifbasi asosida Uyg'ur koni yezig'i qatorliq yeziqlarni qo'llanishdan boshqa yana tarixda qadimgi Suriya yezig'i
Brahman yeziqidan boshqa qaysi yeziqdan foydalanib, har qaysi sohadan qimmatli yodgorliklarni qoldirgan? Afsus, tanlash yo'q. 5 Mani mi? Mani 5 yazığı. 4 Uqanlası mani degan gap yo'q-ku. Mani. 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 To'g'ri javobi mani yeziqi. Altıga bir Bir qadam. qadam. Majangning kaskinligini-ku. İki nafar mayırımız ciddileşiyordu. Albatta bizmi ciddileşiyordunuz. Shundoq. Ko'rmanlarimizmi o'xshashla ciddileşiyordu. Endi iki nafar mayırımız bir savolga javob berish orqali bugungi Oğuzxon talay lo'nqimizni talishidi. Savol. Diqqat. Finlandiyada karton film Ördek Donlandni qo'yish cheklangan. Buning sababi A. Finlandiyada ördek beqish cheklangan. B. Chunki ördek Donland balalar obrazi emas. C. Sababi ördek Donland ishdan keymay yuridi. Ma qiziq savol ekan-a? A, B, C 3 javob tanlang. 5 4 3 2 1 Javoblarni ko'raylik. Qani. B javob. A. A javob. Buning to'g'ri javobi ishdan keymay yuridi. C. Skilinglarning javoblar xato bo'lib qoldi yani. Savol. Diqqat. Uyg'ur madaniyat tarixiy taraqqiyotidagi bir bo'sish, nazmiy ham nasriy shakl birlashtirilgan tarjimahol xarakterli yirik asar nazmiy shakl bilan nasriy shaklni birlashtirish asosida yezib chiqilgan tarjimahol xarakterli yirik asar g'ururnomining avtori A. Erkin Abduqodir, B. Asad Sulaymon, C. Yasinjon Sodiq Cho'g'lan. B javob, C javob. Sorun yana qizyapti. Qizdi. Buning to'g'ri javobi A. Savol. Yer sharida ko'riladigan toshqin nemidan paydo bo'ladi? A. Yer sharining tortish kuchidan. B. Ay sharining tortish kuchidan. C. Yer ayning tortish kuchidan. Abi ya faqat sen tanlamasam shuni to'g'ri chiqdi. Sizning uchun B. B. C. Güzel Nur. B cevabını tanladı. Ramila C cevabını tanladı. Otur kilolar. Hazır. Eğer çempiyon boğan bolsalar. Qandaq yurak sözlerini isbatlaysizlar. Mesela hazır bulamıgan bolsalar, hazır boğan boldi deyli ya. Hazır Ramilani çempiyon boldi deb esib turayli. Hissiyatınızı bir sözlep ketme. Chempion bo'lgan bo'lsam, ben xushal bo'lmamış 2014-yildagi eng chong sovg'a bo'ldi menga. Lekin chempion bo'lamizammi, hech shaqasi yo'q. Texmo universal bilim sapayimni ko'tarish uchun bo'lma bir yaxshi men bir turk bo'lib qoldi. Ko'rilmalar sizni qo'llaydi. Qandaqli bo'lishdan qat'iy nazar shundaqmi? Güzel Nur doktor. Güzel Nur. Chempion bo'lsam safarni tayyorlab qildim. Bak yapalım ki. Qat'iy nazar shu sayat chiqaman demoqchi. Agar bulamay qolsangiz-chi? Universal bilimlarni texnik kitoblarni jaqraq ko'rib, bilimimni mustahkamlayman, tirishmayman. Texmo tirishsiz shundaqmi? Shuning bilan ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar naq maydondagi tomoshabin do'stlar. 2013-yil Oğuzxon talay lo'nqiz talish musobaqamizning 2-maydonning chempioni Ramila Hüseyn. Ona to'g'ri javobi yer ayning tortish kuchidan. C javob. Endi Ramilaning yurak so'zini anglaydi. Endi haqiqiy yurak so'zini olib chiqilgan. Bo'yg'u jiddilashimdan daq qo'yganda.
Qanday söz olsun. Ben xushal bo'ldim. Men bunchalik narsani bilmadim, o'ylamagandim. Men oxirgi Talay rasmiy talay 30 gajimi. Ramila bugun bizning chempionimiz bo'lib 2013-yil Oğuzhan talay lonkasini talashish hal qilg'ish musobaqamizga qadam qo'ydik. Go'zal bir doktor. Birli savol faqat, birli savol. Bak yaxshi ifodlar. Ifodi bak yaxshi bo'lgan. Amal yo'q qanday. Lekin musobaqa qatnashib chiq bilimlarni oldim. Do'stlik birinchi musobaqa ikkinchi ham. Mushkin kelganimdan bak xush tirishma. Rahmat. Haqiqatan yaxshi tirishdingiz. Kichkina barmoyimiz sizlarning sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Ramilaning eng esil sovg'isi bo'lsa bizning yillik chempionlikni talashish hal qilg'ish musobaqamizga qatnash sharafi muborak bo'lsin. Bosh mayirlar, sizlarga mukofotlar bor. Umidning mukofoti bo'lsa, Belkan elektron fan texnik şirkati ta'minlagan mashg'ulot yuzi butunlay uyg'urcha bo'lgan qo'sh kartliq 1200 yuan qimmatidagi Belkan Yo 11 aqli iqtidorlik yalpon bilan mukofotlandi. Uningdan sir Urumchi shahri Tangnuri Oltraq rayoni Qiypash o'tlig'i joylashgan shahar tez tamoqasi ta'minlagan 200 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi. Zulfiqarning mukofoti bo'lsa, Xalqaro savdo-sotiq shirkati ta'minlagan dodlashmas aynak ishlatilgan avtomatik kir yuyadigan Muztaq markali kichik tipdagi kir alg'o. Uningdan sir shahar tez tamoqasi ta'minlagan 200 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi. Gulbostonning mukofoti. O'zbekiston savdo-sotiq shirkati ta'minlagan diyorimizning havo klimatiga moslashtirib alohida ishlangan dog' sapkun yo'qtish teri asrash iqtidoriga ega bo'lgan 698 yuan qimmatidagi o'snigul yurishlik grim buyumlari bilan mukofotlandi. Uningdan sir Xotan qadimiy Chinar yeziglik fan texnika echish shirkati ta'minlagan shubidan xoli qadimiy Chinar zarang'zi meydin bir bak bile tamoq etinglar. Mavri Bron Hambro bolka tez tamoqxonasi ta'minlagan 100 yuanlik iste'mol kartasi. Muborak bo'lsin. Yana bir qitim tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. İkraldırıcı qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, bu ham programmamizning, ya'ni 2013-yillik Oğuzhan talay lonkasini talashish musobaqamizning ikkinchi maydonining chempioni Ramila bizning yillik chempion talash musobaqamizning hal qilg'ich musobaqasiga qatnash sharafiga erishdi. Muborak bo'lsin. Natijamiz sizning o'ylaganingizdak chiqdimi? Laksam programmamiz texnik jiddiy keskin ilib berildi, chunki yana bir nafar mayir tanlab chiqilib bizning hal qilg'ich musobaqamizga qatnashdi. Programmamizning shuari hammamizga fursat bor. Fursat kutib turganlarga emas, balki izchil tirishganlarga mansub. Shundoq ko'rmanlar, tomoshabinlar, programmamizni televizordan ko'radigan bo'lsanglar hech qis yo'q. Yana fursat bor. Hammamizga fursat bor. U bu